Bu avtomobil shunaqa darajada emotsionalniki, buni hamma ham boshqara olmaydi. Chunki faqatgina emotsiya uchun ishlab chiqarilgan orqa prividda bo'ladi bu. Bu полный privid bo'lmaydi, faqatgina orqa prividda. Sababi CT5 V seriyani Black Wings opsiyasi bo'ladi. Cadillac oilasida sedanlar bo'yicha eng tezkorlardan birinchisi aynan shu bo'ladi. Xuddi V seriyaga o'xshagan vyxloplar sportivni o'rnatilgan bo'ladi, karbon detallar qo'yilgan bo'ladi va 3 tonnaga yaqin bo'lgan Cadillac V seriyaning motori 2 tonnaga yetib bormaydigan Cadillac CT5 Black Wingsga ham aynan shunday o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni Superchargerning 602 V8 668 atrofida ot kuchi bor, tasavvur qilasizmi? Xuddi shunaqa motor bunda ham o'rnatilgan bo'ladi. Faqatgina ot kuchi 20 talarga sal ko'proq bo'ladi. Lekin emotsiyasi shunchaki dahshat. Buni faqatgina yo'lda spokойный maza qilib, ovozini eshitib spokойный yurish kerak. Lekin bosaman deb qo'ysanglar, orqasi turib qolishi mumkin. Juda ham dahshatli. Buni rasmlar agar kimgadir qiziq bo'lsa, rasmlarda batafsil ma'lumotlari bizning Telegram kanalimizda bor. O'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunchaki dahshatli emotsionalni avtomobil bu. Havola profilning shapkasida bo'ladi.